Siz Yodgora ismining ortida shunchaki xotira emas, balki asrlar osha yashab kelayotgan ulkan sadoqat va meros borligini bilarmidingiz? Bu ism forscha yodgor so'zidan olingan bo'lib, esdalik yoki avlodlarga meros qolgan aziz inson degan ma'noni anglatadi. U shunchaki ism emas, balki qalbning o'chmas muhridir. Psixologik portretiga ko'ra, yodgoralar o'ta sezgir va ichki dunyosi hayratlanarli darajada boy insonlardir. Ular tabiatan bosiq, ammo qaror qabul qilishda juda qat'iyatli bo'lishadi. Ularning eng kuchli xislati sadoqat. Ular do'stlikda ham, sevgida ham sotqinlikni kechirishmaydi va o'zlari ham oxirigacha vafodor qolishadi. Bir sirli fakt: Yodgora ismli ayollarda ajdodlaridan o'tgan kuchli intuitiv sezgi bo'ladi. Ular voqealarni oldindan his qilish qobiliyatiga ega va har qanday qiyinchilikda ham o'zligini yo'qotmaydigan haqiqiy liderlardir. Sizning hayotingizdagi yodgora bu taqdirning eng go'zal va qadrli tuhfasidir. Ushbu videoni o'sha aziz insoningizga yuboring.